Sizlar ham rakvinadan suv ichasizlarmi? Ko'pchilik rakvinadagi suv zararli deb magazindan bakarashka suv ko'tarib keladi. Mana shu videoni oxirigacha ko'rsanglar, men sizlarga hozir zo'r yo'lini o'rgataman. Mana apparat yetib keldi, anchadan beri kutayotganiga Doston aka. Hozir bu apparat nima ish bajarishini men sizlarga ko'rsatib beraman. Bu apparatdan birinchi bo'lib ota-onamning uyiga, o'sha Sadaradagi uyga qo'ydirdik. Ular hozir mazza qilib ichishyapti. Bunday qo'limizga qarasa qumi bordi. O'sha suvni ham tozalab mazza qilib hozir ichishyapti. Uzoqdan qishloqdan suv tashishardi. Men bakarashkada suv olib kelib charchadim to'g'risi. Nima bo'ladimi? Bo'ladi aka. Mineral suvmi bu? Mazza. Zo'r. Gap yo'q aka. Hozir suvdan ham zo'r bu. Endi aka, nima uchun bu apparatni o'rnatganimizni tushuntirib beramiz odamlarga. Rakvina bilan buni farqini hozirga ko'rsatib beramiz. Bobur aka, suvni birinchi qattiqligini o'lchaymiz. Suvdagi bor elementlar yig'indisi. Mana kandagi suv 100 dan baland 104. Bu bor elementlar, tuz, mineral, kerakli bo'lgan keraksiz hammasi yig'indisi 104. Mana o'sha 13 tushirib berdi. Hammaga qiziq bo'ladi narxlar. Narxlari har xil bor, hamyonbop bor, bo'lib to'lash ko'rsa ham bo'ladi. Bemalol 3 million, 6 million, 10 million, 12 million muddatli to'lovlar ham bor. Butun O'zbekiston bo'yicha o'rnatib berish xizmatlari, butun filiallarimiz bor, servis xizmatlari o'rnatib beriladi. Agar mani nomimdan chiqsa, mana shu reklamani ko'rib chiqsa, skidka ham qilib berasiz. Qilib beramiz, xudo xohlasa. Bu ekan olsanglar skidka qilib beramiz.